Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqatdi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sal bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jijji uyalchang ekan-a, dada? Jijji emas, ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Sela pasta bo'lib ketdi. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa detskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Yesanglarchi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilar chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mana bor, mana. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Ey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizning mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz, qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdamish. Esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsda big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglama takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir so'm maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbat. Eslaydi endi, nima deysizlar? Bolalar mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib lut qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Xavotir olma, vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Bizni tojoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmay yoqqa qo'yaman. Dada, men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyning fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga whitebox holatda uy olib qo'yibman. Dada, araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada, o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali, tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir.
Tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydimi ish qilib? O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'yni sindi-yu. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Ye tarz oqib kelyapti. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ye rais bu? Kimdir suvga tarvuz po'choq tashlayapti, uni ushlab olsam, qamat o'qilama. Mahallani obod qilguncha o'lib ketmasam bo'ldi-da. Rais bu nozimni do'kon ochar ekan, bitta kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ko'rib kelaman. Sen yab-yab razvedka qilib tur. Tamom. Yangi do'konlar qulluq bo'lsin. Mahalla ham maza qiladigan bo'pti-da. Qanaqa kiyimlar sotilyapti? Rais bu yerda murskiy kiyimlar, jenskiy kiyimlar, unisex kiyimlar sotiladi. Ye, hayvon. Yop do'konni. Mahallada unaqa uyasiz kiyimlar sotilishiga yo'l qo'yilmaydi. Xarajat qilib qo'yganmi rais bu? Xarajatingga harakatim. Yo'qot, yop. Uyasiz kiyim sotasan? Bu katta tuxumni kim tug'ibdi? Anjali bola katta mega tuxumni ixtiro rais bu. Yo'q, viloyatdagi hamkorlar dillilar aloqaga chiqayotgandir. Qo'shni davlatlarga fura ketyapti rais bu. Zo'r narsa ixtiro qilibdi. Biz mahalladagilarga emas, do'konlarga, bozorlarga to'ldirib tashasiz. Xo'p bo'ladi. Rais bu aka sizga bitta gap bor, yuringlar. Yurchi. Rais bu onlarga qarang, ichib o'tirishibdi. Ye shayton mazmun bo'lyapti, yurchi. Shu dizalaring. Kecha tog'am bitta bolani qo'lini chop tashadi. Nimaga? Nima bo'lardi? Quymaganiga, qo'y. Sen qo'yg'ag'ila mahallada ichadigan bo'lib qolishdingmi? Qo'shni mahallaga borib ichimiz-a? Bolalaringni o'ylasenchi, alkashni bolasi degan non qoldirmasdan, Rais, sendan kattasi kelsa ham ichamiz. Kuchi yetadimi duxumni olishga? Rais buva bilan o'ynashma, duxingni sindirish kerakmi? Mana! Choy damlab ichasan, hayvon. Bironta mahallada aroq ichishgan, qahman yo'qlamaman. Qulog'im kirib ketibdimi? Qo'lni kim tigi yomonda? Jiyanga aytaman, choptirib yuboradi, yaxshi bo'lib ketadi. Dektor shunda bo'zda oldi-da. Yo'q, ana qo'rqmasga o'tdi. Qara qo'rqmas. Hozir dektorni qo'yib yuboraman, shtonni qo'llab qo'yadi. Davay. Gektor bos. Bakir iting nima qilay, kallasini olvoraymi? Ol itingni. Qo'shni damkirat yo'qmi? Mashina balonni qo'yib yubordi. Qanaqa damkirat? Almashtiring. Bo'ldi, rahmat. Qo'shni qanaqa shini ishlatyapsiz mashinaga? O'zimizni barchinalarni ishlatyapman-da. Jahon standartlariga ham javob beradi. Yamalarni-chi, ko'rdim nimasida o'tib ketadi. Ammo yomonini ishlatyapsiz ekan-da. Charchamay qo'shni. Rahmat. Yo'q, qo'rqmas, haqiqatan kuchli-a. Hech narsadan qo'rqmaydi. Kakiras kelib qolding, kal topgani bor-ku. Mana bu taraf. Biz bir kam 70-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. Bir kam 70 deyovur, ketdik. Otaxonlar mana dacha, faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga qiz olib kelamiz? Nimamizga qiz olib kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham yurganmi issiq ekan-ey? Ha, o'zi savri issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsin. Mazza-yu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Men emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Kakras qo'yi ag'la surtib va relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir seyfni olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jichcha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdingmi?
Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a.